Eronning Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalariga o'zini himoya qilish uchun bergan raketa hujumlaridan ayniqsa Birlashgan Arab Amirliklari jiddiy zarar ko'rdi. Qo'shinlari Qatar, Kuvayt va Bahrayndan farqli o'laroq amirliklarda ko'proq talafotlar borligini tarmoqlarda tarqalgan videolardan ham ko'rib guvohi bo'ldik. Qozog'istonning ushbu davlatdagi muxbiri jurnalist Ravon Minbayevning Kunuzga aytishicha, hujumdan insoniy talafotlar bor. Hozircha kamida 3 kishi halok bo'lgan, lekin mahalliy aholi sarosimaga tushmadi. Tizim tinchlikni ta'minlamoqda. Представители власти говорят, что ситуация под контролем. Xo'sh, hukumat vakillari vaziyat nazorat ostida ekanligini aytishmoqda. Ularda havo hujumidan mudofaa tizimi ishlayapti. Aytgancha, juda yaxshi ishlayapti. So'nggi 3 kun ichida ular Eron tomonidan Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi Amerika bazalariga uchib kelayotgan 400 ga yaqin raketa va dronlarni urib tushirishdi. Bu haqda yaqindagina ma'lum bo'ldi. Hukumat hech qanday vahima bo'lmasligi kerakligini e'lon qildi. Chunki Mudofaa vazirligi har soat, har daqiqa, aytish mumkinki, har soniyani kuzatib boryapti va shaharning qaysidir qismlarida kuchli portlash sodir bo'lgani yo'q. Faqatgina bo'laklarning yerga qulashi eshitiladi. Shuningdek, osmonda bu raketalar va havo hujumidan mudofaa raketalari o'rtasida go'yoki urush ketayotgani ko'rinib turibdi. Ya'ni ular osmonda bir-biri bilan yo'lda yerga yetib kelmasdan zaif bo'lib qolyapti. Eron asosan Abu Dhabi, Dubay va boshqa yirik shaharlar atrofidagi infratuzilmalarni nishonga oldi. Ikki shaharda havodan mudofaa tizimlari ishlash natijasida ko'plab raketalar yo'q qilingan bo'lsa-da, shikastlangan inshootlar ham anchagina. Rasmiy hukumat bayonotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari mudofaa tizimlari yuqori darajada ishladi. Bir qancha raketalar va dronlarni muvaffaqiyatli to'xtatdi. Biroq portlashlar oqibatida bir nechta fuqarolarga tan jarohatlari yetdi hamda moddiy zarar ham ko'rilgan. К сожалению, конечно, не обошлось без жертв. Afsuski, qurbonlarsiz bo'lmadi. Rasmiylarning aytishicha, shaharlarda bo'laklarning qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan va 60 ga yaqin, taxminan 60 kishi jabrlangan. Dubay va Abu Dhabi aeroportlari ham ma'lum darajada jabrlandi. Ularga ziyon yetkazildi deya olamiz. Bundan tashqari, Dubaydagi dengiz porti ham zarar ko'rdi. Aytgancha, o'sha port mintaqadagi bog'lovchi hisoblanadi. Juda katta. U ko'plab yuklarni qabul qiladi. Кстати, тот порт, он является таким связующим в регионе, очень большим. Он принимает много грузов. Keskin vaziyat tufayli Birlashgan Arab Amirliklari ham o'z havo hududini vaqtinchalik yopdi va aviakompaniyalar parvozlarini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu chora fuqarolar va sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash hamda raketa xavfi ostida qolmasligi uchun amalga oshirilgani aytiladi. Jurnalistning qo'shimcha qilishicha, ayni dam Dubay va Abu Dabida juda ko'p sayyohlar bor va ular chiqib keta olmayapti. И однако мы также видели удары по ряду гостиниц в Дубае. Да, это было вот в районе Дубай-Марина. Это вот первый день. Ha, bu Dubay Marina hududida bo'lgandi. Bu birinchi kun edi. Bu qulagan parchalari tufayli bo'lgan ekan. Raketaning o'zi emas, balki parchalari qulagan va shu sababli mana shunday yong'in kelib chiqqan. Xo'sh, ikkinchi kuni bilmadim, Birlashgan Arab Amirliklari havo hujumidan mudofaa tizimi allaqachon qandaydir ishlay boshladi yoki yaxshiroq ishlay boshladi. Balki bilmayman. Ular ya'ni bu parchalar endi shahar markaziga emas, balki qandaydir shahar tashqarisiga uchayotgan edi. Aytmoqchi edimki, hozir o'quv muassasalari ishlamayapti. Avvaliga 4-sanagacha ishlamasligi aytilgandi. Maktablar darslarni onlayn o'tkazadi. Xullas, barcha aeroportlar yopiq. Aytgancha, Ummon nazarda tutilgan edi. Bu muzokaralarda vositachi bo'lgan davlat, to'g'rimi? Ammo afsuski, kecha Ummonga yaqin portga ham zarba berildi. Ancha kuchli portlash, hujum uyushtirildi va u yerdan ham afsuski qurbonlar bor. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklaridan ba'zi odamlar Ummonga yo'l olishayotgandi. Chunki Ummon xavfsiz joy hisoblanardi. Ammo u yerda ham hozir vaziyat menimcha o'zgarib boryapti. Men Ummondagi voqealarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatmayapman. Men hozir Birlashgan Arab Amirliklarida ishlayman va mana shu mintaqani, bu yerda nima bo'layotganini, Qatar, Saudiya, mana shu mintaqani o'z faoliyatim bilan qamrab olaman. Ya'ni ayni damda vaziyat shunday. Aeroportlar yopiq, mamlakatdan chiqa olmagan sayyohlar juda ko'p.
Ular hozir mamlakat ichida qaysidir mehmonxonalarda. Ularning barcha xarajatlari davlat hisobidan qoplanishi haqida ma'lumot bor edi. Ammo bu ma'lumot ishonchsiz bo'lib chiqdi. Ya'ni bu masalaga hali aniqlik kiritish kerak. Balki Abu Dabi va Dubay hukumatlari sayyohlar chiqa olmay, yo'q, sayyohlar shu mehmonxonalarda qolishi uchun qandaydir choralar ko'rar. Ya'ni barcha elchixonalar, jumladan Qozog'iston elchixonasi ham hozir barcha fuqarolar bilan juda yaqindan ishlayapti. Туристы не смогли, да? Туристы смогли, то есть, остаться в этих гостиницах. То есть все посольства, и в том числе казахстанское посольство, сейчас работают очень тесно со всеми гражданами. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati Eron hujumlarini qat'iyan qoralab, ularni davlat suverenitetiga tahdid va xalqaro huquqni buzish deb atadi. Tashqi ishlar vazirligi va boshqa rasmiylar bu harakatlarni qattiq tanqid qilib, vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish uchun choralar izlash zarurligini qayd etdi. Birinchi kun hujum bo'lganda men ko'chada edim. Deyarli 1 soat davomida biz hech qayerdan ma'lumot ola olmadik. Nima bo'layotganini bilmasdik. Hukumat 1 soatdan keyin xabar berishni boshladi va bu Eronning hujumi edi, deydi qozog'istonlik jurnalist Minbayev. Hujumlar ortidan Birlashgan Arab Amirliklarida xavfsizlik ogohlantirishlari joriy etilgan. Aholi va xorijliklar uchun rasmiy salomatlik va xavfsizlik ko'rsatmalari tarqatilgan. Shuningdek, jamoat tartibini saqlash va vahima holatlarni bartaraf etish bo'yicha ichki ishlar bo'limlari faoliyati kuchaytirildi. Muxbir Ravon Minbayevning qo'shimcha qilishicha, Birlashgan Arab Amirliklari shaharlarida raketa hujumlaridan keyin havoning ifloslanishi va yoqimsiz hid saqlanib qolmoqda. Это в первый день случилось, первые сутки, получается. И вчера весь день оттуда дымело черное, это, как правильно сказать, Bu birinchi kuni, birinchi sutkada sodir bo'ldi va kecha kun bo'yi o'sha yerdan tutun chiqib turdi. O'sha qora, buni qanday to'g'ri aytsam ekan, tutun o'sha yerdan ko'tarildi. Shunaqa, hatto kecha ertalab ham men o'sha tutunning hidini his qildim. Chunki Dubayda hech qachon oldin bunaqasi bo'lmagan, ko'rmaganmiz. Dubay, Abu Dabi bular dunyoga o'zining barqarorligi bilan ham iqtisodiy, ham xavfsizlik jihatidan tanilgan shaharlar. Shunday emasmi? Shunga qaramay albatta vahima bor. Busiz ilojsiz, chunki mahalliy WhatsApp chatlarda, mahalliy masalan internet muhitda bu qizg'in muhokama qilinyapti. Hukumat yana ishonchsiz ma'lumotlarni tarqatmaslik kerakligini aytdi. Faqat rasmiy manbalardagi ma'lumotlarni o'qish, kuzatib borish kerak. Bugun demak, bu hujumning 3-kuni va haligacha davom etyapti. Qayerlardadir osmonda hali ham o'sha portlashlar eshitilib turibdi. Сегодня, получается, 3-й день этой атаки, получается, и оно до сих пор продолжается. Где-то еще слышны эти взрывы на небе. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Arab Amirliklari boshqa Fors ko'rfazi davlatlari kabi mojarodan uzoq turishga harakat qilgan bo'lsa ham, mintaqada yuzaga kelgan keskin harbiy harakatlar ularni bevosita ta'sirlangan tomonlarga aylantirdi. Bu esa nafaqat hududiy xavfsizlik, balki iqtisodiy va ijtimoiy hayotga ham ta'sir ko'rsatmoqda.